Salom Namangan. Men shahrimizda haqiqiy olot somsa qiladigan zo'r joy topib qo'ydim. Hozir ko'rsataman. Buxoroning olot somsasi an'anaviy uslub, ya'ni tandirda emas, maxsus pechlarda pishirilishi bilan ham mashhur. Namangandagi olot somsa markazi ishlayotganiga 3 yildan oshdi. Bu vaqt davomida sifati, mazzasi va xizmat ko'rsatish faqat yaxshilanib bormoqda. Do'stlar, yaqinlar, nozikroq mehmonlarga ham bemalol tavsiya qilsa bo'ladi. Oila davrasida iste'mol qilish uchun eng zo'r tanlov. Joylari ham shinam va ozoda ekan. Bu yerning eng zo'r joyi somsa har bir mijoz uchun yangi, ya'ni sveji qilib tayyorlab beriladi. Bunga atiga 15 daqiqa vaqt ketadi. Demak, manzil 5-mikrorayon Ishonch savdo markazining shundoqqina ro'parasida ekan. Somsa narxlarini kommentariyaga yozib qoldiraman. Ana bismillah.